Hozir bir daqiqa. Ha, onasi? Hop, hozir boraman. Hop. Uyda ish chiqib qopti, xotinim chaqiryapti, to'g'ri tushunasizlar. O'zi haftada bir marta yig'ilsak. Bir o'tirib qopmiz, ketmasang bo'lardi. Do'stim, vaziyatni bilmasdan gapirmagin, ish chiqib qopti. Shunga Og'ayni bugun o'tirishdan keyin tog'ga bormoqchi edik. men bormasam bo'lmaydi, to'g'ri tushuninglar. Sen xotin qo'limisan? O'tir. O, sen bo'llarimni tug'ib berganmisan, ha? Ularni katta qilyapsanmi? O, sen-chi, har kuni killarimni yuvib, dazmollab, meni xizmatimni qilyapsanmi? Yoki sen ertalab turib non choyimni tayyorlab ishga kuzatyapsanmi, ha? Uzr o'rtoq. Nimaga unda jabra bozor qilyapsizlar, ha? Sizlar qila olmaydigan ishlarni u bir o'zi har kuni ertalab turib qiladi. Tushundinglarmi? Do'stlar, men uni hurmat qilaman va yaxshi ko'raman. Men hozir uyimga ketishim kerak.